bo'lsa tanlab beraman. Qarang. Yuz uchun umivolka. Nima beradi? Увлажнение beradi. Dog'larimizni ochartiradi ancha. Poralarni zo'r tozalaydi. Bu umivolka bilan masalan qanaqa makiyaj qilsangiz ham gidrofilni maslo ham kerak emas, mitsellarni suvlar bilan yuzni artib tozalash kerak emas. Top-toza qiladi yuzni. Undan keyin tonik, Godji bering. Illustris bering. Masalan, dog' bor yuzlarga ham quruq ham dog'i bor Illustrisni har doim tavsiya qilaman. Lekin dog'i yo'q, lekin o'ta quruq yuzlar bor. Muammoli, quruq, ajin tushgan yuzlarga Godji. Тоже шикарный тоник. Ikkalasi ham. И, естественно, toniklardan keyin это сыворотка. Sizni yuzingizga, mana yoshingizga, yuzingizga mos. Это сыворотка. Kollagen. Turg'iri yo'q yuzga kollagen yaxshi. Lekin turg'iri bor, no yuzda ajin ko'payib ketgan, qanaqadir dog'lar tushgan, yuz o'ta qurishib, achishib, shilishiniya bo'layotgan yuzlarga mana bu sivorotka. Zo'r lifting effekt ham beradi. Mana qaysi? Da. Bu. Da. Bu odamning tonikdan. Tonikdan Illustris bor. Chunki ozgina pigmentatsiyamiz bor. И, естественно, это SPF. Bu SPF ni bilasiz. Bunga reklama kerak emas, ishlatib ko'rgansiz. Juda ham zo'r SPF. Har doim ishlatib yurasiz. Sivorotkani surdingiz, SPF surdingiz, krasotka bo'lib ko'chaga chiqib ketaverasiz. Bu 50 dollar. Bu 50 dollar. Bu 40 dollar. Bu ham skidkada. Skidkada. Nочной kremlaringiz bor? Kremim bor hozir. Nочной kremga ko'rsataman. Hozir yana bitta kremim bor edi. Buni bo'lingan bo'lsa qasang. Da. Так, bu kremimiz именно возрастной terilarga juda ham zo'r, yuzga lifting effekt beradi. Teriga kerakli barcha komponentlarni yetkazib beradi. Ya'ni bu nima? Kollagen, elastin, vitaminlar, koenzim hammasi ichida bor. A, E, eng kerakli A, E vitaminlari ichida bor. Тоже yuzga lifting beradi, yuzni tortadi, namlantiradi. Buni surib yurgan patsientlarning yuzida men har doim aytaman, hech qachon qarimaydi. Da, haqiqatda zo'r krem. Даже o'zim ham 43 yoshga kirdim, masalan, mana shu kremni sevib ishlataman. Bu 50 dollar, hozir skidkada 45 dollar. И activation krem именно uxlab yotgan to'qimalarga aktivatsiya beradi. Ya'ni ishga tushiradi sistemani. Bir xil masalan shunaqa to'qimalar bor, lentay bo'lib qoladi. Bir xil to'qimalar bor, suv yetishmaydi, vitamin yetishmaydi, ishlamaydi, organizmni obnovlять qilmaydi. Bu именно shunaqa terilarga juda ham zo'r. Sizda quruqlik kuchayib ketyaptimi, quruqlikni oldini oladi. Sizda yuz osilib ketyaptimi, shuni oldini oladi. Rosa zo'r krem, тоже tavsiya qilaman buni. Gram sotasang, Da, bu gram birinchi gram. Bu ham yaxshi nima uchun? Вообще zo'r krem. Ya bu uchun. No, ikkalasi masalan ikki yo'nalishda ishlaydigan krem. Bu ham zo'r krem, bu ham zo'r krem. Bundan ham bering gramlab bersangiz, bundan ham gramlab bering hozir. Bu uchalasini olaman shundan. Hozir shunda men yuzimni tozalayman. Yuz tonik tortasiz, kollagen surasiz. Bu Nочной kechqurun. Nочной kechqurun, kunduzi SPF. Shuni o'zida уже yuz yaraqlab, tortilib, turg'iri paydo bo'ladi. И самое главное, effekt zo'r bo'ladi. И eng asosiy narsa mana protseduralar olasiz-ku, avtorskiy kokteyllar qilamiz, boshqa qilamiz. Ularni rezultatini ko'proqga yetkazib beradi. Домашний uhodsiz yuradigan ayollar bor, endi meningda praktichески bo'lmaydi, no boshida qo'rqishadi, narsa olish, yo'q kerak emas, shuncha pulga muolaja qilyapman-ku deydi. Rezultati 1 oy, 3 oyda уже yo'q. Lekin домашний уход bilan yurganlar 6 oy, 8 oy, 1 yil ham zo'r yuradi. Поэтому домашний уход qiling, menga kamroq kelasiz.